Mana shu koridor bilan o'tib shu tarafga borilar ekanda. Alhamdulillah. Vohidov klinika. Nima? Poliklinikasi ekan bu taraf. Naryoq больница. Shu bo'lsa kerak, akademik Vohidov deb. Shu tog'ani nomiga qo'yilgan. Kirayotsam ham rosa ko'p odamlar chiqyapti. Hamma vaqtida obedini berib, уже qaytyapti. Dedim. Mana akademik Vohidov. Men rosa kech qolib ketdim. Menim keyin odamlarni ko'zlariga qarayapman. Hamma nima xursand, yaxshi gapirib chiqyapti. Hammani dardiga Xudoyim shifo bersin. Mana shu odam ekan mana. Lekin faqat yotadiganlar emas. Mana territoriyasi ham rosa katta. Endi shu vrach ko'rigiga kelganlar ham ko'p ekan. Kutib o'tirishibdi. Oldinlari rosa korrupsiya juda ham kuchli bo'lgan. Endi hozir ham bor deyishadi-yu. Keyin maytlarda yotishar edi odamlar. Skameykalarda operatsiya bo'lishini kutishib, joy yo'q ekan deb. Пересадкаларni ham qilyapti ekanda. Bir yil prezident kelib ketdi, shu yerga ham nasıl ko'p оборудованияларni olishdi. Shundan beri menimcha ancha boshqa operatsiyalarni ham qilishyapti. Hozir ana yurib metroga rosa yaqin. Men de taksida keldim, ovqatim to'kilmasin deb. Yo'llar probka, undan ko'ra hozir metro eng yaxshisi. Allah senga shukr. Chiqib o'ngga yuraman. Biz metro keladi. Yaxshigina sovuq ham bor. Снег идет. По щекам мне бьет.